Salom. Bugun anatomik iboralar tarjimasi mavzusida suhbatlashamiz. Anatomik iboralar nima? Ularning tibbiyotdagi ahamiyati qanday? Shu va shunga o'xshash savollarga ushbu videoda javob olishga harakat qilamiz. Anatomik iboralar bu inson tanasining qismlarini, joylashuvini va tuzilishini ifodalovchi ilmiy atamalardir. Ular lotin tilida ifodalanadi. Nega aynan lotin tili? Chunki lotin tili xalqaro ilmiy til bo'lib, o'zgarmas va aniq ifoda vositasi sifatida xizmat qiladi. Bu tilda so'zlashuvchi xalq qolmagan, shu sababli u betaraf va barqaror til hisoblanadi. Anatomik iboralar tibbiyotda juda muhim. Ular orqali shifokorlar, talabalar, olimlar tananing bir xil qismlarini aniq nomlay oladi. Bu esa noto'g'ri tashxisning oldini oladi. Anatomik iboralarning tuzilishi va tarjimasi. Anatomik iboralar odatda 2 yoki undan ortiq lotincha so'zdan tashkil topadi. Od plus sifat tartibida bo'ladi. Masalan, musculus pectoralis major, katta ko'krak mushagi. So'z tartibi. Lotin tilida so'z tartibi aniqlovchi har doim aniqlanmishdan keyin yoziladi. Ya'ni lotincha iborada so'zlar o'rnini almashtirib bo'lmaydi, chunki bu ma'noni o'zgartiradi. Masalan, os frontale, nervus opticus. Bu iboralarda asosiy so'z os va nervus, aniqlovchi so'zlar esa frontale opticus hisoblanadi. Tarjima qilish qoidalari. Anatomik iborani tarjima qilishda quyidagi tartibga amal qilamiz. Avval asosiy so'zni, so'ngra aniqlovchi so'zni tarjima qilamiz. Natijada aniqlovchi so'z tarjimada oldin keladi. Masalan, musculus deltoideus, arteria pulmonaris, vena jugularis interna. Demak, lotin tilida aniqlovchi keyin yoziladi, lekin o'zbek tiliga tarjima qilinganda oldin keladi. Keling, ba'zi iboralarni birgalikda tahlil qilamiz. Os temporale chakka suyagi, musculus gluteus maximus katta dumba muskuli, nervus facialis yuz nervi, vena femoralis son venasi. Bu misollar orqali biz anatomik iboralarda so'z tartibi va tarjima tartibi o'rtasidagi farqni yaqqol ko'ramiz. Shu o'rinda lotin tilining tibbiyotdagi ahamiyati haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Lotin tili qadimgi Rim davridan boshlab butun Yevropa ilm fani, falsafasi va tibbiyotining asosiy tili bo'lib kelgan. Garchi u hozirda o'lik til hisoblansa-da, tibbiyot sohasida u hanuzgacha tirik til sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolgan. Bugungi kunda dunyoning istalgan mamlakatida shifokorlar, farmatsevtlar va tibbiyot olimlari o'zaro muloqotda lotincha terminlardan foydalanadilar. Tibbiyotda ishlatiladigan ko'plab so'zlar lotin va yunon tillaridan kelib chiqqan. Bu so'zlar xalqaro terminologiyaga aylangan bo'lib, ularning talaffuzi va ma'nosi deyarli barcha tillarda bir xil. Shu bois lotin tili tibbiyotning xalqaro tili sifatida e'tirof etiladi. Tibbiyotda aniqlik juda muhim. Har bir anatomik tuzilma, kasallik yoki dorining nomi lotin tilida qat'iy yagona shaklda ifodalanadi. Farmatsevtika sohasida dori nomlari tartibi va retsept yozish an'anasi ham lotin tilida shakllangan. Ilmiy maqolalar, anatomik atlaslar, tibbiy darsliklar, xalqaro termin bazalari barchasi lotin tili asosiga ega. Lotincha terminlarni bilgan mutaxassis ingliz, nemis, rus yoki fransuz tibbiyot adabiyotlarini oson tushunadi. Bu esa xalqaro tibbiyot xodimlariga xalqaro darajadagi ilmiy hamkorlik qilish imkonini beradi. Lotin tili shifokor kasbining madaniy merosi hisoblanadi. Tibbiyotning buyuk namoyandalari Gippokrat, Galen, Vesalius, Sarvet va boshqa olimlar o'z asarlarini lotin tilida yozganlar. Shuning uchun lotin tili tibbiyot tarixini o'rganish uchun ham muhimdir. Lotin tili tibbiyotning asosiy ilmiy tili, aniqlik garovi va xalqaro aloqa vositasi hisoblanadi. Bu tibbiyotda terminlar yagona tizimini yaratadi, kasbiy savodxonlikni ta'minlaydi, ilmiy fikrlash madaniyatini shakllantiradi. Shuning uchun har bir tibbiyot talabasi lotin tilini o'rganish orqali nafaqat so'z boyligi, balki kasbiy fikrlashni ham o'zlashtiradi. Shunday qilib, bugungi darsimizda biz quyidagilarni o'rgandik. Anatomik ibora odatda od plus sifat tuzilishda bo'ladi. Lotincha matnda aniqlovchi keyin yoziladi, tarjimada esa oldin keladi. Anatomik terminlarni to'g'ri tarjima qilish uchun grammatik tuzilmani yaxshi bilish muhimdir. Umid qilamanki, ushbu video barchamiz uchun foydali bo'ldi. Diqqat bilan tinglaganingiz uchun rahmat. Lotin tilini o'rganishda sizga omad tilayman.